Men bu usullarni hammasini bitta qilib, ozishdagi eng katta xato yo'llar deb aytaman. Shuning uchun bilib olsangiz, yillarni yutishingiz mumkin. 99.9% ozgan bo'lsa ham yana qayta battar semirib ketadi. Siz bitta muammo bilan kurashaman deysizda, bu yoqdan bir nechta muammoni orttirib olasiz, keyin ular bilan kurashga o'tib ketib qolasiz. 30 kilogramm vazn. Bu kichkina son emas. O'zi inson lazzat olishi mumkin bo'lgan eng katta narsalardan bittasi bu ovqatdan lazzat olish. Interval ochlik qiladiganlar ham bor. Bu bo'yicha bir mashhur tadqiqot bor. Shuni aytsam o'zi xulosa qilsangiz ham bo'ladi. Tasavvur qiling, 95% yog' turibdi-da, siz faqat 5% ga harakat qilyapsiz. Bu degani harakating kammi, kam yegin degani emas. Biz ko'p yeb turib ham, o'zimiz yoqtirgan yeguliklarni yeb turib ham bemalol ozishimiz mumkin. Bizni tanamizdagi yog'larni bu qadar tez o'ynashi mumkin emas. 100 kilogrammlik odam shu ukolni olishni boshlasa 15 kilogacha ozadi. Demak bilingki, uni ichida uni qutisiga yozilmagan qandaydir modda bor. Shundagina butun umrga hech qanday stresssiz o'zingiz yoqtirgan yeguliklarni yegan holatda ozib normal vaznga borasiz va o'sha vaznda qolasiz. Chunki bosh miya o'ziga yoqmagan ishni doim vaqtincha qarang. Men ozib olgunimgacha non yemasligim kerak ekan, xamirli ovqat yemasligim kerak ekan, gazli shirin ichimliklar ichmasligim kerak ekan va hokazo.